Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Biz Pokistonning Boburiylar qurgan, ya'ni Shoh qal'asidamiz. Aynan mana shu joyda Akbar Shoh butun xalqni qabul qilib, ularning arzlarini eshitgan ekan. Yana bitta bir qiziq holat, aynan bu joyda mana tashqarida juda qattiq issiq bo'lishiga qaramasdan bu yerda shunday shabada, shu qadar arxitekturani mukammal qurgan va Pokistonda bunday joylar nihoyatda ko'p. Qadrli teletomoshabinlar, bugun biz sizlarga Pokistondagi Boburiylar qurgan inshootlar haqida hikoya qilamiz. Avrangzeb Olamgirning haqiqiy ismi Muhiddin Muhammad bo'lib, 1618-yilda Ahmadobodda tug'ilgan. Uning onasi Mumtoz Mahal nomi bilan mashhur bo'lgan Arjumand Bonu Begimdir. U Boburiylar sulolasidan bo'lgan Shohjahonning 3-o'g'li bo'lib, Hindiston tarixida katta iz qoldirgan. Hozir biz Boburiylarning bosh saroyi, ya'niki Jaloliddin Muhammad Akbar asos solgan podshohi saroy deyiladi. O'sha joyda turibmiz. Endi ular shohi saroy, shohi qala deb ataladi, turli xil nomlari bor. Endi qarang, davlat boshqaruvining o'ziga xos tartib qoidalari bo'ladi. Hozir devor bo'ylab aylanib keldingiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, devorning narigi tarafida suv oqiladigan anhor bo'ladi. Ya'niki bu himoya tizimidagi bir tizimlar. Bu endi ilgaridan bor. Lekin mana ichkari tarafi qanday? Hozir men turgan joyingizda qarang, kun issiq, lekin juda chiroyli shamol esib turibdi. Bunisiga e'tibor bering. Endi ikkinchi narsada, podshohning mana bu yerda taxt turadida, bu divoni avom deyiladi. Ya'niki omma uchun keladi. Ya'ni arzadoshlar, adolat izlab kelganlar bilan oddiy xalq bilan podshoh bu yerda ko'rishadi. Endi uni ichkarida saroyi bo'ladiki, ichkaridagi saroy divoni xos deyiladi. Sababi divoni xosda u beklarni qabul qiladi, elchilarni qabul qiladi, vazirlarni qabul qiladi, ular bilan maslahatlashadi. Endi bu an'ana Bobur boshlab bergan, Amir Temur boshlab bergan an'ana. Ana shuni bular Hindistonda ular davom ettirdi. Endi yana bitta xona bo'ladiki, uni g'usulxona ham deb ataydi. Ya'ni juda maxfiy nimalar podshoh uni chiqardi. Endi ichkarida bir saqlanib qolmoq, bu hozir umumiy tartibda ketyapti. Endi buni bir nechta darvozalari bor. Hozir bu turgani, masal uchun Avrangzeb Olamgir qo'ygan darvoza bor, o'zining harbiy yurishlardan bittasida qilgan g'alaba sharafiga qurdiradi. Endi Hindistonda, endi Hindiston deganda bitta Hindiston tushunishimiz kerak emas. Hozirgi Nepalda, Bangladeshda, hozirgi Pokistonda Boburiylar butun bu joylarga egalik qilgan va mana shu me'morchilikda, bog'dorchilikda, shahar sozlikda katta muhim rol o'ynagan. Bitta harbiy yurishda g'alaba qozondimi? Deylik, Akbar podshoh mana shu biz turgan binoning asoschisi. Bu endi 1566-yilda qurilib boshlanadi. Bir necha yillar davom etgan. Akbarning Hindistonda Fatihpur degan shaharni asos solishi, o'g'li Sharaf tug'ilganligida sharafida va shu bilan birgalikda u o'zi Sekri deb atalganda, keyin g'alaba sharafi Gujarat sultonligini bo'ysundirgandan so'ng Fatihpur deb atalgan, ya'ni g'oliblar shahri deb atalgan. Avrangzeb Olamgir inisi Muradbaxsh bilan ittifoq tuzib, Dehlida taxtni egallaydi. Uning ko'plab qurdirgan binolari hozirgacha saqlanib qolgan, jumladan Olamgir darvozasi ham. Qadrli teletomoshabinlar, Avrangzeb Olamgir g'alaba sharafiga qurdirgan darvoza yonida turibmiz. Hozir bu haqda ham sizlarga manbashunoslarimiz ma'lumot beradi. Avrangzeb o'zi qozongan g'alaba munosabati bilan mana shu darvozani qurdirgan. Endi sizga savol, buni inglizlar ko'rgan. Yevropada g'alaba darvozalarini, yodgorliklarni qurish an'anasi qachondan boshlangan? Bundan oldinmi, bundan keyinmi? Ishonchim komil, bundan keyin. Ular betdan olib ketgan buni inglizlar. Podshoh qal'asidagi arxitektura san'ati xuddi Temuriylar davri arxitekturasining o'zginasi. Sababi Bobur Shoh o'zi bilan ko'plab me'morlarni Hind o'lkasiga olib ketgan. Turkiston me'morchiligidan hozirda ham Pokistonda keng foydalanishadi.
Boburiylar davrida juda ko'plab olimlar qatori me'morlar ham Turondan Hind zaminiga qadam tashlaydi. Sababiki Boburiylar hamisha ilm ahli qatorida me'morlarni ham qadrlab, ularga yetarlicha mablag' ajratib, ulufa bergan. Hozir biz turgan joy Shisha mahal deyiladi. Bu Shohjahon davrida qurilgan alohida bir ko'shk saroy. Endi bu 400-500 yil davomida qancha talanib yetib kelgan holati bizgacha. Arxitekturaga e'tibor qilsangiz, mana bu qirrali borib uchun to'qnashishi yoki bo'lmasa yuqori qavatni tutib turadigan ustunlari, bular hammasi Turondan, Markaziy Osiyodan kelgan uslublar. Podshoh qal'asida mo'jizali saroylardan biri bo'lgan Shisha mahalga ham bordik. Bu arxitektura san'ati Temuriylar me'morchiligining ulkan yutug'idir. Boburiylar ayollarga bo'lgan yuksak hurmatini ushbu binolar orqali izhor etishgan. Arxitektura san'atining ulkan yutug'i bo'lgan bu binoni ko'rib hayratlandik. Saroyni suratga olib yurgan paytimiz akademik olim senator Azamat Siyo meni saroy ichiga chaqirib, mo'jizali bir narsani ko'rsatdi. Bu Mumtaz mahalli yotoqxonasi bo'lgan va mana bu yerda yotganda, yuqoriga qaraganda osmondagi yulduzlarni ko'rgandek bo'lgan. Qarang, bu ishlangan. Bu yerda 3 ta eshik bor qizig'i. Hammasi ikkitalikdan. Nima uchun ikkitaligini sababi xonani salqin saqlash uchun. Yana bitta narsa hisobga olingan bu yerda. Qarang, mana bu burchakdagi narsalar nima deb e'tibor qilishingiz mumkin. Bu bizning tilimizdagi issiqxona, pechka. Bu yerda Hindistonda qish bo'lmaydi, bari sovuq bo'ladi. O'sha paytda yog'ochlarni bu yerga qalab, o't yoqilib, mana bu yerda mo'ri bor endi. Tepaga mo'ri bilan tutun chiqib ketgan. Mana mo'ri to'g'ri. Bu xuddi shu narsa, mana qarang, bular hammasi bizdan kelgan. Ya'niki Turon yurtidan kelgan mana pechka. Juda chiroyli qurilgan-da. Mana e'tibor qiling. Buni hozirgi kunda Angliyada, Rossiyada boylar ham shunaqa pechlar qo'yib yonida o'tirishadi-yu. Mana e'tibor qiling, mana 4 tarafida. Endi mana bu derazani qarang, qanaqa chiroyliligini. 4 ta burchakda bor. Kichkina. Bu malikaning qopgohi. Mana shu bino Lahordagi eng qimmatbaho imorat sanalari ekan. Buni imoratning qurilish narxi o'sha paytda 900 mingga tushgan ekan. Bu yerda turli xil toshlar ishlatilgan, toshlar olib ketilgan. Asosiysi markazda hovuz bor. Bu mana bu soyabon hisoblanadi. Podshoh malikalarning ustida orqasidan olib yurganda yana ustiga soya tushmasligi uchun, issiqlik tushmasligi uchun to'sib turibdi uni, malikani ham, podshohni ham. Ya, lekin nega ikonaga o'xshagan ana boshida unaqa narsa bor? Qasha boshidagi bu toj, ikona emas, toj. Ya, mana bu dumaloq nima? Mana bu nima? Ya buni shunday ko'rsatilgan, bu dizayn xolos. Dizayn chizilganmi? Ha, chizilgan bu. Ochig'i Pokistonda Boburiylar merosi bu qadar ko'p deb o'ylamagan edik. Safarimiz davomida Pokistonni qaytadan kashf qildik. Har bir binoda Turkiston me'morchiligi aks etgan ekan. Me'morchiligimizda agarda o'sha O'zbekistonda musulmon qishlik, to'rtburchak, uni qalagan o'lchavi ham katta. Nima uchun ular katta deydi, nima uchun bilinmaydi. Mana ko'rgan bo'lsangiz ham kattalari ham bor bu yerda. Demak, bu yerda faqat bezak deb o'ylamayman. Bu qandaydir o'sha imoratning devori mustahkamlanishini o'ylab qilinganmi degan fikrdaman. Mana ko'ryapsizmi mana? Bundan tashqari mana devor qalinligini qarang mana. 1,5 metr bemalol bor. Olimlarning ta'kidlashicha, Hind o'lkasiga ilk marotaba hammomlarni Boburshoh joriy qilgan ekan. 1000 yillik hammomlar arxitekturasi aynan Boburiylar tomonidan qurilgan. Qurilganda ham mukammal qurilgan. Pokistonda hozir ham hammom tizimiga shifoxona sifatida qarash mavjud. Mana bu joy hammom bo'lgan.
faqatgina ayollar uchun, malikalar, ayollarning nimasi hammomi bo'lganda, mana bu yerda endi suv turadi bu yerda. Ichkarida endi suv berib keladi, bu yerda yuvinish joyi bo'lsa, ichkarida yana ikkita xona borki, unda sovuq suv, issiq suvdan tashqari yana par bo'lgan. Endi yana bitta narsani eslatamiz, Boburnomaga yana murojaat qilamiz. Boburnomada hammom haqida bir necha marta so'z yuritiladi. Hindistonda deydi Bobur aytadi, hammom 3 ta narsani davosi deydi. Birinchisi changning, keyin sog'liqni saqlash to'g'risida va toza yurish to'g'risida so'z yuritadi. Boburning 3 ta ruboyisi bor hammom to'g'risida. O'zini hammom qurganlari to'g'risida Bobur gapirib o'tgan. Bu endi ana hozir mana gidimiz gapirib berganiga qaraganda endi bu Akbar davrida, ya'ni Bobur vafotidan bir necha 10 yil o'tib qurilgan. Endi buni bu yerda faqat biz qoldiqlarini ko'rib turibmiz. Lekin baribir ham bizga eslatyapti O'zbekistondagi hammomlar. Agar diqqat bilan qarasangiz, Toshkentdagi Chorsuda hammom bo'lardi yoki Buxoroda hammomlar bor. Bobur kelib quradi. Birinchi bo'lib Bobur o'shani ta'rifini ham keltirgan 3 ta ruboy. Boburlargacha bu yerda hammom nimaligini hindlar bilmagan. Hammomni Bobur olib kiradi, hammom tizimini. Va o'sha hammom qurdirganini Boburnomada bir nechta joyda Bobur uni zikr etib ketishdan tashqari nimaga davo ekanligini birinchi o'rinda o'sha Bobur bilan kelgan beklar, navkarlar orqaga qaytib ketishni istaydi, buni issiqligidan. Bobur aytadiki, mana shu hammom issiqlikni qaytaradi deydi. Ikkinchidan insonni toza yurishiga, baribir ular g'usl qiladi, namoz o'qiydi va sog'lig'i uchun juda kerakligini Bobur qayta-qayta aytgan va o'zining ruboylarida ham bor. Diqqat qiling masiga. G'ishlarga e'tibor qiling keyin. Hozir biz mana shu turganimizda mana bu yerdan salqinlik kelayotganini aytishdi a'zolarimizdan biri. Hozir giddan so'radik, u nima dedi desa, gid hozir tushuntiryaptiki, biz 3-qavatda turibmiz. Birinchi, ikkinchi qavat tagida hozir unga kirishga ruxsat yo'q ekan, ta'mirlashlar boryapti. Boburiylar mana bu shahardan tashqarida, qal'adan tashqarida hozir Dehli gate deyiladi, Dehli darvozasining yonida oddiy odamlar uchun ham hammom qurishgan. Lohir shahridagi podshohi masjiddamiz. Sayyohlar eng ko'p keladigan joy. Poyabzalsiz kiriladigan bu joyda o'g'rilar yo'q ekan. Sababi hamma ibodat bilan mashg'ul. Biz hozir Boburiylar me'moriy yodgorliklaridan biri podshohi masjidda turibmiz. Lohir ma'lum muddat poytaxt vazifasini o'tagan. Sababiki Akbar paytida ham, Shohjahon paytida ham, Jahongir paytida ham bu Lohir poytaxt vazifasini o'taydi. Poytaxt tez o'zgarib turishining o'ziga xos sabablari bo'ladi. Ba'zan Dehli, ba'zan Agra, Fatihpur sekri yoki bo'lmasa Ajmer bo'lishining sababi podshohning siyosat qaysi mamlakatlar bilan munosabat taranglashgan paytiga. Ya'niki Ajmer poytaxt bo'lgan paytda Mevar davlatiga qarshi qo'shin tortish bo'ladi, ya'ni ularni bo'ysundirish. Endi Lohir asosan ko'proq qo'shin berib tayyor turganda, masalan uchun Akbar paytida asosiy masala Qandahor masalasi, Balx va Badaxshon turadi. Qo'shinni vaqtida yordamga yetkazib borish kerakligi masalasi turibdi-da. Siyosiy jihatdan poytaxt tayinlanishi bilan birgalikda shaharsozlik rivojlangan. Hindistonda, Pokistonda va boshqa davlatlarda Boburiylarning buyuk xizmati mana shunday me'moriy obidalar bor. Ya'niki shaharsozlikka juda katta hissa qo'shgan. Bu eng yirik masjidlardan biri, bir vaqtda o'zida 40 mingga yaqin kishi bu yerda namoz o'qish imkoniyatiga bo'lgan. Shunisi qiziqki, Aurangzeb Olamgir oddiy xalq qatorida mana shu yerda namozni o'qigan. Juda ko'plab misollar bor. Ya'niki juma namozini o'qigandan so'ng podshoh chiqib ketayotganda ikki tarafda turgan odamlar qo'llaridagi o'zining arzalarini bera bilgan. Ana shunga bitta misol keltirib o'taman. Mana shu Hindiston shaharlaridan birida bir qizga zulm o'tkazadi hokimlardan biri. Qizingni berasan, otasiga zulm qilganida qiz aytadiki, bir oy muhlat so'rang deydi. Qiz poytaxtga yetib keladi. Erkak kiyimini kiyib, Aurangzeb Olamgirning masjiddan ketishini kutib turadi. Lekin o'sha o'zining arzasini berayotganda qiz qo'lida dasturmol bilan uzatadi. Ya'ni nomahramning qo'li erkakning qo'liga tegishi mumkin emas. Ya'ni bular nomahram hisoblanyapti. Aurangzeb shu darajada aqlli podshoh bo'lganki, buni qiz bola ekanligini o'sha ro'molcha bilan uzatgandan sezadi, erkak kishi emasligini. Aurangzeb borib o'sha adolatni haqqini o'rnatadi-da, keyin aytadiki, qizim menga bir piyola suv bergin deydi. Men o'shanda qasam ichgandimki, to adolat o'rnatmaguncha suv ichmayman deb. Boburiylarning orasida mana shunday adolatparvar insonlar chiqqaniga bu bir oddiygina bir misol. Bizning ajdodlarimizda buyuklik hislati borki, millatlarni biriktirgan. Bugungi kunda mana kecha suhbatlarimizda bittasi aytib qoldi, agar Akbar bo'lmaganida Pokiston bo'lmas edi.
Bunga noto'g'ri baho berishning sababini kecha ustozimiz aytib o'tdilar konferensiyada ham. Nima uchun shunaqa bo'layapti? Inglizlarning nuqtai nazaridan qarash oqibatida rus adabiyoti orqali bizga ham kirib keldi. Vaholanki Akbar ham, Aurangzeb ham tarixda juda katta o'rin qoldirishdan tashqari islom diniga xizmat qilgan haqiqiy Hanafiya mazhabidagi shaxslar edi. Bu yerda kichik muzey bo'lib, u yerda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning kiygan kiyimlari va ishlatgan buyumlari saqlanar ekan. Shuningdek, Avliyozod Abdulqodir G'iloniy kiygan kiyimlar ham shu yerdan joy olgan. Bu joy tabarruk mehmonlar kelgan paytdagina ochilar ekan. Ushbu sharaf bizga nasib etganidan juda quvondik. Masjidda yana bir mo'jizani ko'rib, hayratlandik. Ha, eshitdingmi? Ha! Meni eshityapsizmi deyapti. Xuddi telefonda gapirgandek. Mana hozir Odiljon Mabashona solimimiz hozir qarayman. Ana bu naryoqda eshityapti, telefonda gaplashgandek. Bu mo'jiza. Pokiston Islom Respublikasini qaytadan kashf etar ekanmiz, Boburiylar qoldirgan merosdan faxrlandik. Sharafli mehmon sifatida podshoh masjidining muzeyida ko'rgan mana bu tabarruk zotlarning merosiga ko'zimiz tushganidan quvondik. Bizni bunday mo'jizalarni ko'rishimizda yaqindan yordam bergan O'zbekistonning Pokiston Islom Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Alisher To'xtayevga va professor Ravshan Alimovga hamda Muslim institutining rahbariyatiga chuqur minnatdorlik izhor etamiz. Pokistonga borsangiz, albatta biz ziyorat qilgan joylarga boring va Turkiston arxitekturasidan hamda Boburiylar merosidan faxrlaning. Xayr, omon bo'ling.